Qariyalchi aka, xursandsiz, oziz qulog'ingizda finalga chiqdik deb xursand bo'lyapsizmi? Ha, mayli, xursandchiligingizni buzmang ya. O'zbeklarda bitta maqol bor, bilasizlarmi? Bitta maqol emas, gap bor. Aldab tom yap chiqib, pastdan shatini olib qo'ydim, tomda qolib ketdi deydi-yu. Realga ham aldab finalga yap chiqib oldik. Endi men bu klub bilan birgalikda o'ynashadi. Men bu klub sizda bora yarim finalda 5 turgan, o'tgan yil sizlarga ham 5 turgan finalda shu klub bo'ladi. Bekstror ham hozircha jitcha haligi sizlarni nima desa bo'ladi, xursandchilik qilib olinglar shu finalgacha mazza qilib olinglar, Barsani yutamiz ekan deb o'ylab olinglar, menga keladi. Refleks bo'lib tursin, Barsani yutamiz, o'tgan yil 2-1 yutganmiz oxirgi marta deb turib olinglar, mayli. Xullas finalda ko'rishguncha jigarlar. Men bu klub bilan. Buni yopib turay, qo'rqib ketmanglar yana. Finalga tushmayman deb olmanglar.